Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda tafakkur qilishligimiz uchun o'zi bayon qilyapti. Astaizu billah. Afaroaytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun walau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun deydi. Sizlar o'zingizlar ichayotgan suvni bir o'ylab ko'rmadinglarmi deydi. Qatdan kelyapti bu deb o'ylab ko'rmadinglarmi deyapti. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Uni bulutlardan sizlar yog'dirasizlarmi yoki biz yog'diramizmi deyapti. Agar Alloh subhanahu va taolo osmondan yomg'irni yog'dirmasa, qorni yog'dirmasa, insoniyat hammasi halok bo'lib ketadi. Shu tog'larga qorlarni yog'dirib, uni keyin muzlatib, uni keyin saraton davomida, yoz fasli davomida uni sekin keraklicha eritib berib, odamlarning hayotini saqlaydigan zot Alloh subhanahu va taolo. Mana kechagida internet tarmoqlarida bir xabarni o'qidim. Agarda bizni bugungi kunimizdagi tabiat bilan vahshiylarcha muomala qiladigan bo'lsak deyilyapti. Hozir tog'larda turgan yozni qaynoq bo'lgan vaqtida ham erib ketmaydigan muzliklar hammasi erib ketadi deyapti. 50 yil buyog'iga hech narsa qolmaydi deyapti. 50 yil. 50 yildan keyin men bo'lmayman deymiz. Bizdan taralayotgan zurriyotlarimiz yashaydi. Hammasini o'zimiz yeb, ichib tugatib bo'lib, bolalarimizga hech narsani qoldirmasligimiz bu o'ta xato va o'ta aqlsiz bir ish bo'ladi.